shu jarayon boshlandi. Xullas, noldan sotuvgacha bo'lgan jarayonni ko'rsatmoqchi edim. Pikolni dastavkasi menga tekinga tushdi. Hozircha qilingan rasxodilar. Assalomu alaykum aziz quyon ishqibozlar. Sizlar bilan Ayli Quyonchi va bitta yangi rubrika boshlagan edik. Pikollar olib kelishi, ularni yeyishi, ichishi, xullas noldan sotuvgacha bo'lgan jarayonni ko'rsatmoqchi edim. Отдельно video qilib. Shu jarayon boshlandi. Xo'p, xikolni 6 ta xikol oldim Leyla opadan. Donasi 450 mingdan tushdi. Keyin yem ham zakaz qilib olgandim. Endi dastavkasi, xikolni dastavkasi menga tekinga tushdi. Sababi yem bilan birga olib kelishdi uni. Shuning uchun yemni o'ziga yo'l kira bo'ldi. Xikollarga 3 ta korobkaga tekinga tushdi dastavkasi. Xo'p, hozir qancha yeyishini men ham bilmayman, lekin alohida yemini alohida qilib qo'yamiz. Hozir ko'rsataman. Alohida bochkaga yemini solib qo'yamiz. Necha kunga tugaydi, necha qolib ketadi, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Hozircha qilingan rasxodilar 450 mingdan 2 million 700 ming so'm. 6 ta xikolda shuncha rasxod bo'ldi. Ular bo'g'oz xikollar. Yana bitta yangilik 5-da tug'ar ekan. To'g'risi men kutmagandim. Men o'yladim, biron oyda kami 20 kundan keyin tug'sa kerak desam, yo'q, yaxshi ham so'rabman. 5-larda уже tug'ar ekan bular. Bu degani hech qancha vaqt qolmadi, bir haftacha vaqt qoldi degani. Bugun 28-yanvar va hozircha biz 4 million 700 minus emas, bu investitsiya deb qaraymiz. Qopi menga 6 mingdan kilosi tushdi, yemini kilosi 6 mingdan tushdi, dastavkasi bilan. Shuning uchun hozir 3 ta yoki 4 ta sig'masa kerak, 60 litrlik bochkaga nechta sig'adi, hozir ko'rib chiqamiz shuni. Xullas, men 2 ta, 3 ta, 4 ta ketadi desam, bitta bilan qariyb to'lib qoldi. Hozircha bittadan olib ishlatamiz bo'lmasa. Sababi hozir buni ochsam, ozginasi ketadi, qolgani qoladi. Keyin adashib qolishimiz mumkin. Shuning uchun hozir bitta qop kechqurun ko'ramiz. Agar hozir buguncha hisoblamaymiz. Bugun men berib bo'ldim ovqatini. Sababi quyon yangi kelganda sirazi ovqatini tarqatib yubordik. Xudo xohlasa ertadan 1-kun deb hisoblaymiz. Ertadan 29-yanvardan 1-kun deb hisoblaymiz va ko'ramiz necha kunga yetadi. 20 kilo bu yerda hozir. 20 kilo. Sog' bo'lasiz, charchamanglar. Bu videolarni barchasi avval Telegram kanaliga chiqadi. Agar xohlasanglar, Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Silkasini qoldiraman. Sababi u yerda video qilish men uchun ancha oson. YouTube va Instagram esa sal qiyinchilik tug'diradi, e'tibor talab qiladi. Va buni alohida bitta playlistga solib qo'yamiz. YouTube kanalda ko'rish, bittalab ko'rib chiqish qulay bo'lishligi uchun. Salomat bo'linglar.